Assalomu alaykum Namangan Norka ishqibozlari. Bizning telpa kepkalarni 30 yoshdan 90 yoshgacha, 100 yoshgacha deydigan odamlar uchun telpalarimiz kelgan. Bir Namanganda bir 2 xilli bir do'kon bo'lsa, ulardan bittasi Namanganda ekan. Ularga paltolardan olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'ryapsizlar. 5 xil bu yoqda, mana bir xil bu yoqda. Endi narxlari bilan tanishtirib o'tirgan bo'lsak, mana katta yoshlilar uchun qop-qorasi 2025 Global Fur. İçleri punna rossiyskiy. O'zimiz olib kelganmiz. Ulug' degan joylar umuman yo'q. Ko'rib baho berasizlar. Mana bunisi Karishneviy. Katta yoshlilar uchun. Buning narxini aytaman. Narx bombada. Bu katta yoshlilar uchun 1,8 million qilib beramiz. Чисто original rossiyskiy. Bizda O'zbekiston tikilgan bo'lsa ham, terisi Amerikadan kelgan bo'lsa ham, O'zbekiston tikilsa, bu O'zbekistonniki bo'ladi. Bu tayyor mahsulot Rossiyadan olib kelingan. Hop, mana bunisi bor, sibirskiy mix, sibirskiy. Katta yoshdagilar uchun. Bu narxini aytadigan bo'lsak, narxi 2,3 million so'm. Buni qorasi deysizmi, Karishneviy deysizmi, ular bor. Qorasi deysizmi, Karishneviy deysizmi, mana bu Karishneviy esa mijig'lasangiz mijig'lanadigan. Mana dastavka xizmatlarimiz ham bor. Hop, keyin razmerlaringizni bitta aytsangiz, bezatkaz muammosiz yetkaziladi. Haliga bizda oldi qo'shdi gap bo'lmaydi. Endi bu yoqqa o'tgan bo'lsak, o'zimizniki O'zbekiston rossiyskiy bilan birda bir. Bu narxini aytaman aka. Narxi atiga 1,250,000 so'm. Nima deydi? Bu katta yoshdagilar uchun. Bu ham O'zbekistonniki. Bu narxini aytadigan bo'lsak, 1,100,000 so'm. İçi zamish bo'ladi. Mana bularni akalar uchun kojeli bilan butiklarda $300 sotishyapti. Bizda esa 1,600,000. Nima deysiz narxiga? Narxi o'ta qulay. Yana bu telpalarni ko'pligidan qaysi birini tanishtirishni bilmayapman. Bu Time for firmaniki. Mana akalar, bu telpay xudo xolisa 1,400,000 so'm. Mana busi bor. Bu Skandi firmaniki. Atiga narxi 1,250,000 so'm. Ko'ringchi. Endi bag'i akalar qora jentrani hamma maqtaydi. Biz qora telpayni maqtaymizda. Qora telpay legenda. Mana Amerikanka deydi buni, Putinka deydi. Bu narxini aytadigan bo'lsak, 1,900,000 so'm. Rossiyadan olib kelingan. Mana o'rta modeli, o'rta yoshdagilarga. Bu ham atiga 1,900,000 so'mdan. Akalar, lebo darakdanmi yozsani, telefon qilsani javob beramiz. Ishonmasan Telegramdan video telefon qilasizlar, narxini kelishamiz. Dastavkani chiqazamiz. Mana kojeliga. Mana. Ishoning, Namanganda bo'lsangiz kelishingizga arziydi. Mana bu bor. O'rta model yumaloq polvongina akalarim uchun chotki domboqqina turgan telpagimiz. Mana bizda eng qimmati kurto akalarimiz, bivay deymichlik akalarimiz uchun ekan bu. Bu esa $250. Faqat dollarga aytiladi. Mana yoshlar uchun kepkalar. Bir ko'rib baho beringchi. Kiyganda ham moshni turadi. Mana unga nima deysiz? Michi turi ko'p desangiz kerak bu do'konda. Ha, turi ko'p. Quloqqa tushadigan.
aka kelsangiz ardiy do'konga. Mana buni zamishligi. Narxini aytmadim bu kepkalani. Bu atiga 1.100.000 so'm, ma'mullar esa 1.700.000 dan. Mana hammasini har butun tanishtiradigan bo'lsam, vaqt ko'p ketadi-a. Bir ko'rib baho bering. Qayerda bor bunaqa assortiment? Topingchi. Faqat Namanganda, Norka magazinda. Keling, narxi qulay, puliga arziydi. Xudo xolasa Libojoga dastavka bor. O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiyada qo'ydim, lekin Rossiyada o'sha yerda bor. Lekin O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston Libojoga yetkazamiz.